Amerika Kengash Palatasının Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan a'zosi Rick Scott apandi 5 yanvar kuni bayonot e'lon qilib, Xalqaro Olimpiya Komitetining Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish ittifoqining vakillari bilan ko'rishishni rad qilganligini keskin aybladi. Palata a'zosi Rick Scottning to'r betida e'lon qilingan bu vaqtdagi bayonot ko'rsatilishicha, muhojiratga Uyg'ur tashkilotlari va boshqa puhraviy jamiyatlarning hamkorligida vujudga kelgan Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish ittifoqi bir necha oydan buyon Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilik va majburiy emgak masalasini muhim tema qilgan holda Xalqaro Olimpiya Komitetidan bu haqda suhbat o'tkazishni, shundaqla ularning bu masalada Xitoy hukumatiga besim qilishini talab qilgan. Ammo Xalqaro Olimpiya Komiteti bu talabni rad qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining sobiq xizmatchisi Bennett Ferryman mazkur ittifoqqa vakolatan bu qitimqi suhbat talabini Xalqaro Olimpiya Komitetiga yo'llagan bo'lib, bu haqda ahvol tanishtirib, Xalqaro Olimpiya Komiteti Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq mahsulotlarni Olimpik musobaqasi tavalligidan siqib chiqarishni xohlamadi degan. Bu vaqtdagi ahvol New-York vaqti gazetida tafsiliy xabar sifatida e'lon qilingandan keyin Kengash palata a'zosi Rick Scott apandi mazkur bayonotni e'lon qilgan. U bayonotda aniq qilib, Xitoy Kompartiyasi qirg'inchilikni davom qilmoqda. Uyg'urlarni davomli holda jazo lagerlariga qamab, ularni majburiy emgakka solmoqda. Mushundaq ahvolda Xalqaro Olimpiya Komitetining musobaqa kiyimlarining majburiy emgakka bog'lanishliq yoki emasligi haqidagi savolga javob bermaganligi ularning 100% holda Shi Jinpingning qirg'inchiligiga sherik bo'layotganligini ko'rsatdi. Biz o'rnimizdan dast turishimiz hamda bosh sekretar Shi Jinpingni qilayotgan qirg'inchiligi uchun jazo tortishimiz lozim degan. Xuddi shu kunning o'zida Demokratlar Partiyasidan bo'lgan Kengash palata a'zosi Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi Jeff Merkley Amerika elektr motorliq avtomobil sohasidagi bayroqdor shirkat bo'lgan Tesla shirkatining Urumchida ko'rgazma zali ochganligini keskin ayblagan. 5 yanvar kuni Yahoo iqtisod ko'zligining bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilganda Jeff Merkley apandi Tesla şirketining qilmishi mohiyatda Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa musulmonlarga yurgizayotgan bostirishlarni yushirish rolini o'ynaydi. Bir Amerika şirketining qirg'inchilik va majburiy emgak davom qilayotgan rayonda o'z sodasini boshlashi uchiga chiqqan axloqsizlik degan. Shundaqla Amerika prezidenti Joe Biden Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuniga imzo qo'yganning ertasi Tesla şirketining bu ko'rgazma zalini etishining o'zi Elon Muskning bu ishlar uchun bizning parvoyimiz palak deganligiga barobar ekanligini alayda ta'kidlaydi.